Samarqand xalqaro aeroportida raqamli xavfsizlik va radiochastota spektridan to'g'ri foydalanish masalalariga bag'ishlangan o'quv seminar o'tkazildi. Mazkur seminar orqali bojxona postlaridan o'tayotgan radioelektron vositalar va yuqori chastotali qurilmalarni nazorat qilish, ularning qonuniy tartibda mamlakatga kiritilishi va foydalanish talablariga amal qilish bo'yicha hamkorlik yanada mustahkamlandi. O'quv seminari O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida Nazorat inspeksiyasi viloyat hududiy shubasi hamda elektromagnit moslashuv markazi Davlat unitar korxonasi Samarqand viloyati elektromagnit moslashuv xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazildi. Bojxona xizmati xodimlari uchun o'tkazilgan mazkur tadbirdan ko'zlangan maqsad O'zbekiston Respublikasining radiochastota spektri to'g'risidagi qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining radiochastota spektridan foydalanish sohasida ruxsat etish hamda radioelektron vositalar va yuqori chastotali qurilmalardan foydalanishni tartibga solish to'g'risidagi qarori hamda radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashining tegishli qarori yuzasidan hamkorlikda ishlarni olib borish. Ochiq savol-javob tarzida o'tkazilgan seminarda viloyat hududiga bojxona postlari orqali olib kiriladigan har qanday radioelektron vositalar hamda yuqori chastotali qurilmalar aniqlangan taqdirda viloyat elektromagnit moslashuv xizmatiga murojaat qilinganda mutaxassislar tomonidan belgilangan tartibda texnik ekspertiza xulosasi berilishi, ya'ni ushbu qurilmalardan foydalanish mumkinligi yoki foydalanish taqiqlanganligi yuzasidan xulosalar berilishi tushuntirildi. Radioelektron vosita yuqori chastotali qurilmalarda belgilangan normalarga rioya qilgan holda Vazirlar Mahkamasining 801-sonli qarori talablari asosida, ya'ni radiochastota Respublika Kengashining 707-sonli qarorlari mazmun mohiyati tushuntirib berildi. Viloyat hududiga olib keladigan, foydalanadigan barcha radioelektron vositalar, yuqori chastotali qurilmalardan ishlatish, foydalanish, ekspluatatsiya qilish barchasi nazoratga olingan. So'nggi paytlarda viloyat hududida noqonuniy radioelektron vositalar, mobil kuchaytirgichlar ishlatish holatlari aniqlanganligi sababli bojxona posti xodimlari bilan seminar o'tkazilib, qanaqangi radioelektron vositalarga ruxsat berish yoki ruxsat bermasligi bo'yicha seminarda barcha xodimlarga tushuntirish berildi. Eslatib o'tamiz, radioelektron vositalar, yuqori chastotalar qurilmalari, shuningdek mobil kuchaytirgichlardan foydalanish talablariga rioya etmaslik, tegishli ruxsatnomasiz va sertifikatsiz olib kirilgan, sotuvda bo'lgan, ishlatilayotgan hamda radioxalaqitlar keltirib chiqaruvchi radioelektron vositalar va yuqori chastotali qurilmalardan foydalanish qoidalarini buzish belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 152-moddasida ko'rsatilgan ma'muriy javobgarlik choralari ko'rilishiga sabab bo'lishi mumkin.